Mana qarang, aylantiramiz, qo'limizga tushadi. Havo V5 ni egasiga topshirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Ichida temir tashiysiz. Shunaqa bo'lsin. Shukrullo do'stimiz bizdan mana shu Havo V5 ni xarid qildilar. Mana shu spravkalari bilan tayyor turibdi, komplektatsiya to'liq. Haqiqatan katta bo'lgan mashinasi. Endi pul topadigan mashina-da. Birinchi texnika o'zim kompaniyamda. 270 ot kuchiga ega bo'lgan Havo V5 furgon. Umumiy uzunligi 11,5 metr. Qornidan ham ochiladi, orqasidan ham ochiladi. Xohlasanglar refrigeratorligini qilib beramiz. Bu esa stendligi bo'ladi. Biz hozir egasiga topshiryapmiz. Kommentariyada V5 deb yozib qoldirsangiz, narxlari haqida ma'lumotni olasiz. Ushbu texnikalarni kreditga, lizingga, boshlang'ich to'lovi 15% dan boshlab xarid qilsanglar bo'ladi. Xullas, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar ham bo'ladi. Mikrofon ushlaganini qarang. Do'stimizga esa mana shu qo'lni ushlaymiz, rahmat deymiz. Tegidan shamollab o'tirsin. Sizga ham shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, sizlarni Ideal Technoda kutib qolamiz. Ideal Techno bu asosiy tanlov. mana sizlarga raqam, texnikani xarid qilishingizga qoldi bir qadam. Qani bergin ey javob, yurakdan istaganimni top, tilagim o'zi